Nasuraga adashmanglar, shu gazga o'tmay qoladi mana shu holat bo'lsa. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Cobalt avtomobili gazga o'tmayapti, mana zavod qilamiz. Kulchatili mana. Ovoz chiqargani yo'q, ошибка ham chiqargani yo'q. Knopkani bossak o'tyapti. Knopkani bosmasa o'tmayapti. Mana o'ynayapti. Hozir aybi mana bu yoqdan mana o'chiramiz. Yoqamiz. Nastroykasi ozgina buzilgan ekan. 7000 turish kerak. Turish kerak. Bu 500 turish kerak. Bu bunisi 600 turish kerak. Mana gazga o'tdi. Avtomatik gazga o'tdi. Semiz 0 turish kerak. Keyin mana temperatura 0.2 ga turish kerak. Shu tanlanadi. Nasuraga adashmanglar, shu gazga o'tmay qoladi mana shu holat bo'lsa. Gazga o'tadi endi. Gazga o'tmay qolsa nasuraga ham bo'lishi mumkin. Bitta qarab olasizlarning shularda ishlaring bitadi. Shunaqa qiziq ma'lumotlar berib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Kommentariya qoldiramiz, qanaqa mashina gazga o'tmayapti yoki qanaqa holat bo'lyapti. Kommentariya qoldiramiz.